Hey, adamni ballarga shundan o'ch mashinani berdi ekan. Adam bana bir motorni olib beramay baxillik qilib o'tirdi. Haqli ballar shundan o'ch o'rnatgan. Dadamdan bizda çok kar yok. Hey, Ömer doim asl ashxonlarda tamoq yeydi, o'ynaydi. Nima ishki men undek yashamaydigandimi? Zodi men ta'tir peshani baxtsiz. Mening yo'ldoshi unga doim hadiyalarni qilib turdi ekan. Ammo mening yo'ldoshim shunda desam, menga faqat ahamiyat bermaydi. İctimai aloqa vositalari taraqqiy qilgan bugungi kunimizda hammamiz boshqalarning hayotini ko'ralaydigan, shundaqla uning alohida ko'ngil bo'ladigan bo'ldi. Chunki hammamiz nega borsak, nima yeysak, nima kiysak, uni ijtimoiy aloqa vositalarida o'rtoqlashamiz. Ba'zi yoshlar o'zi yashayotgan hayotni boshqalarning hayotiga solishtirib, tushkunlikka mubtalo bo'lmoqda. Ba'zi inoq oilalar, ayollar o'zining turmushini boshqa ayollarning turmushiga solishtirib, o'zining inoq oilasini vayron qilmoqda. Shundaqla ba'zi erlar o'zining ayolini boshqa ayollarga solishtirish orqali oilasida jidal majra termoqda. Nurg'ulg'an qarindoshlik solishtirish sababli hasad o'tiga aylanmoqda. Biz ijtimoiy aloqa vositalarida boshqalarning hayotini ko'rgandan keyin, to'g'risi boshqalarning hayotining bir bujugini ko'rgandan keyin, uni o'zimizning bir butun hayotiga solishtiramiz. Ondan o'zimizning hayotini ularning hayotidek go'zal emasligini his qilamizda, ichimiz ochiq turadi. Ular qarta hasad qilamiz va yoki tushkunlikka botamiz. Va yoki o'zimiz his qilmagan asosda o'zimizda salbiy tuyg'u paydo qilamiz. Ya'ni ichimiz pushib qoladi. Nimadan ichimiz pushganligini o'zimiz bilmaymiz. Amaliyotda bu o'zimizning hayotini boshqalarning hayotiga solishtirgandan keyin bizda paydo bo'ladigan salbiy tuyg'u. Amaliyotda biz ijtimoiy aloqa vositalarida ko'rgan boshqalarning hayoti, ularning hayotining nəhayət az bir qismi. Shundaqla har bir odamning hayotida bo'ladigan nəhayət qisqa xushallik paytlari. Biz ularning shu qisqa xushallik paytlarini ko'ramiz. Ondan keyin o'zimizning normal hayotini uningga solishtirgandan keyin ichimiz bir xil ochiq bo'ladi va yoki salbiy tuyg'u paydo bo'lib qoladi. Amaliyotda bizning hayotimizning xushallik tarafi va qorong'u tarafi bo'lganda, ularning hayotining, ya'ni siz havas qilgan kishilarning hayotining siz bilmaydigan, siz tasavvur qila olmaydigan nurg'uldigan qorong'u taraflari bor. Hech qanday kishi ijtimoiy aloqa vositalariga boshqalarning ko'rishini xohlamaydigan, hayotidagi nəhayət qiyin paytlarni chiqarmaydi. Aksicha, nəhayət qisqa vaqt hammamizning hayotida bo'ladigan xushallik paytlarini chiqaradi. Biz uning qarab, bular doim shunday xushal yashagudek, nima uchun men undaq doim xushal yashayolmaydigandimi deb bu xil holatga tushsak, bu tengsizlik bo'ladi. Biz doim o'zimizning hayotini boshqalarning hayotiga solishtirgan vaqtimizda o'zimizdagi ortiqchilikni, o'zimizdagi ne'matni tuniy olmay qolamiz. Qanoatsizlikka patamiz. O'zimizni yaramsiz his qilishga boshlaymiz. O'zimizda tuvan ko'ramiz. O'zimizga bo'lgan ishonch tuvallaydi. Nima uchun men doim ulardek yashayolmayman? Nima uchun ulardek doim xushal yurolmayman degan bu xil tuyg'u bilan texmi tushkunlikka petib ketamiz. Amaliyotda doim xushal ismini chiqarganlarning nurg'ulg'an, yig'laydigan, ko'ngli yerim bo'lgan vaqtlari bor. Agar siz doim mashhurlarning, futbolchilarning, doim hashamatlik yashaydiganlarning hisobiga ergashgan bo'lsangiz, ularga doim diqqat qilib turgan bo'lsangiz, siz bu hayotdan zirkishga boshlaysiz. Chunki siz ularga doim ergashib, nima chiqadi, hammaga diqqat qilib turgan vaqtingizda o'zingizning ulardek yashashni orzu qilasiz. Lekin siz ulardek yashamaysiz. Bu sababli hayotdan zirkisiz. Hatto o'zingizni o'ltirib oladigan, bu hayotdan tuyadigan bunday tuyg'ularning paydo bo'lishi mumkin. Va yoki oxirat hayotingizni butunlay unutib, hayotning hammasini mushu dunyoda iborat ko'rib, faqat mushu dunyoda go'zal yashashni g'oya qilgan odamga aylanasiz. U vaqt sizning pul tepishingiz, jafo tortishingizning hammasi ana shu siz havas qilgan kishilarga o'xshash go'zal yashash, kishilarga ko'rsatish bo'ladi. Ya'ni butun g'oyangiz faqat mushu dunyoda go'zal yashash bo'ladi. Boshqalar bilan baslashish bo'ladi. Ming tasdiqan pullaringizni bir qatimliq tamoqqa va yoki qahvaxonalarga kirib, shu yerda buzib chechib, xajlab, rasmga tushirib, uni ijtimoiy aloqa vositalarida chiqarish orqali doim bayashat yashagandek saxta hayot yashashga boshlaysiz. Ko'rinishda nəhayət xushal, ammo ichingiz qop-quruq. Chunki siz g'oyangizni yo'qotdingiz. Ya'ni yoritilishdan, bu dunyodagi mavjud bo'lishingizning sababi, g'oyasini yo'qotdingiz. Ya'ni bu dunyoda mavjud bo'lish g'oyam faqat go'zal yashash, go'zal yashaganini boshqalarga ko'rsatish, go'zal yashashda boshqalar bilan baslashish deb o'ylab qoldingiz. Amaliyotda inson uning uchun yaratilgan emas. Shundaqla o'zining hayotini doim boshqalarning hayotiga solishtirganlarda, doim boshqalarning ko'ngli og'ritadigan, bola ota-onasining ko'ngli og'ritadigan, aka ukasining ko'ngli og'ritadigan, uka akasining ko'ngli og'ritadigan, er ayolining ko'ngli og'ritadigan, ayoli erining ko'ngli og'ritadigan bu shunday jidal majroning orasidan chiqolmaydi. Hayotimizni boshqalarning hayotiga solishtirib mana shunda bir tarafdan bizda hasad, o'zimizni tuvan ko'rish, o'zimizga bo'lgan ishonchni yo'qotishdan iborat. Bu shunday illatlar bilan bizning ma'naviyatimizni tarmar qilsa, yana bir tarafdan bizning bu dunyodagi mavjudlik g'oyamizni o'zgartirib o'tadi. Ya'ni xuddi hayvondek bizning mavjudlik g'oyamiz, yaratilish sababimiz faqat shu dunyoda go'zal yeyish, go'zal kiyish, go'zal ichishdan iborat hayvonning o'rniga tushib qo'ydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom unzuru ila man asfala minkum va la tanzuru ila man fawqakum. Sizlar o'zingizlardan tuvan kishilarga qaranglar. Ya'ni dunyoning zinnatida o'zingizlardan tuvan kishiga qaranglar. Sizlardan yuqori kishilarga qaramanglar. Ularning keynidan qo'g'lamanglar. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallohi alaykum.
Çünkü bu, yani dünyanın zinnetide özüңlardan tön kişiye qaraş, özüڭlardan yuqori kişiye qaramaslık, ulağa heves qılmaslık, ulanın keynini qoğlamaslık özüڭlardaki Allah'ın nimetini tön kömeslikке yol açıdı deydi. Yani dünyanın zinnetide özüڭlarning yuqori qarawasaňlar, özüڭlarning töndigi qaramasaňlar, özüڭlardaki Allah'ın bergen nimetini unutuysizlar, onu kichik görürsizlar, qanatsizlikka patsizlar. Şoňa özüňizni xarlashni xalasaňız, dünya zinnetide özüňizni yuqori kişilerning hayotiga heves qilib yaşaň, ularning keynini qo'llab yaşaň. Şundaqla özüňizge bo'lgan ishonchni yo'qotay, özümni tön ko'ray, özümni paslay desangiz, dünya zinnetide özüňizni yuqori kişilerga qarang, ularga heves qilib yaşaň. Özüňizni yaramsiz his qilay desangiz, özüňizni yuqori kişilerga qarab, shularga heves qilib yaşaň. Şükürlükke mubtala bo'lay desangiz, doim özüňizning hayotini boshqalarning hayotiga selishtirib yaşaň. Inak ailemni buzay va yoki inak ailemni jidalmajaga aylantiray desangiz, özüňizning turmushini, özüňizning hayotini boshqalarning hayotiga selishtiring. Agar buni xohlamasangiz, özüňizning hayotini boshqalarning hayotiga selishtirishni to'xtang. Dunyoviy ishlarda yuqori tabiatli kishilar qarashdan, ularga heves qilishdan saqlaning. Bu dunyo imtihon dunyosi. Hammamiz keldik, ketimiz. Alloh taolo ba'zi odamlarga mol dunyo, hashamatlik turmushni berib imtihon qilsa, ba'zi odamlarni unidan mahrum qilib imtihon qiladi. Mayli bu dunyoda oliy hashamatlik turmushga erishgan kishilar bo'lsin, va yoki unidan mahrum bo'lgan kishilar bo'lsin, hammasi bu dunyoda baqiy emas. Hammasi o'ladi, ketadi. Oxirgi natija bo'lsa, haqiqiy Allohdan qo'rqqanlarga mansub bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bih. Ey Muhammad, dunyoda ma'lum kishilarga bergan bayashat turmushi, mol dunyosiga ko'z qiringni solmag'in. Biz bu orqali ularni imtihon qilamiz, sinaymiz. Wa rizqu robbika khayru va abqa. Robbingning rizqi, ya'ni Robbingning bergan qiyomatda beradigan, abadiy hayotda beradigan rizqi eng yaxshi va mangu qog'ichi. Qo'lingdan chiqib ketmaydi. Demek özümüzün hayatını başkalarının hayatıga seliştirish bizni tuzkor qilib qo'yadi. Allohning bergan ne'matlarini tuvan ko'radigan, his qilmaydigan, qanoatsiz qilib qo'yadi. O'zimizning qobiliyatini, o'zimizning iqtidorini yetildirishni mahrum qiladi. O'zimizdagi Alloh bergan xususiyatni, alohid iqtidorni ko'mib qo'yadi. Chunki siz o'zingizni boshqalarga selishtirib, ularga havas qilgan vaqtingizda ularni do'rashga boshlaysiz. Ya'ni o'zingizni yo'qotib qo'ysiz. Esingizda bo'lsin, Alloh taolo sizdan dunyoda faqat bir tal yaratgan. Siz faqat dunyoda birla. Şuna özünüzge merkezleşin. Özünüzni taraqqiy qildirishga ahamiyat bering. Siz o'zingizning yaratgan natijasi bilan siz bo'lasiz. Siz bu dunyoga boshqalar bilan baslashish, go'zal yashash uchun kelmadingiz. Siz Alloh buyurgandek haqiqiy musulmon bo'lib yashash uchun bu dunyoga keldingiz. Bizning g'oyamiz bu. Mana bu ishlarda boshqalar bilan baslashin. Rasulullohning hayotiga qarab o'zingizning hayotini selishtiring. Sahobalarning hayotiga o'zingizning hayotini selishtiring. Ularning keyindan yetishga tirishing. Alloh taolo bergan ne'matlarga shukr qiling. Sizning to'ningizda nurg'ulg'an insonlarning borligini hargiz esingizdan chiqarmang.